Bu yil atardina bilan muammo bo'lmasmikin, ha? Yana hammamiz bitta xonada qishni o'tkazamizmi? Отопление yangi ko'p, isitish bo'yicha muammo bo'lmasa kerak. Ja bo'lmasa 3 ta konditsionerdan foydalanma. Bu gaplar va o'ylaringiz afsuski nafaqat xato. Yaxshilab hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, hozirgi kundagi kommunal to'lov tariflariga ko'ra siz katta xarajatlar haqida o'ylayapsiz. Qachonki siz issiqlik yo'qotilishini hisobga olmas ekansiz, siz yana qishni o'sha xonada o'tkazaverasiz. Yevropa ittifoqida chorak asrdan beri Energy Performance Building Directive, ya'ni kim energiya samaradorligini nazorat qiluvchi organ sanaladi. Siz quruvchi bo'lasizmi yoki o'zi uchun uy qurgan shaxsmi, buni farqi yo'q. EPC certificate, ya'ni kim energiya samaradorlik sertifikatini olmas ekansiz, sizga u uyda yashashga ruxsat berilmaydi. Bizda ham bu kabi organizatsiyalar asta-sekinlik bilan rivojlanmoqda. Siz uchun umumiy ma'lumot. Hozirgi kunda izolyatsiya qilinmagan uylarning deyarli barchasida issiqlik yo'qotilish holatlari kuzatiladi. Masalan, tom qismida 15 dan 25% gacha, eshik va rom qismida 20 dan 40% gacha. Uyning fundament qismi 15-25% gacha. Uyning devor qismi shlakablok, gazoblok, penablok farqi yo'q. Unda ham 15-25% gacha issiqlik yo'qotilishi kuzatiladi. Siz uchun eng to'g'ri yechim uyingizni issiqlik yo'qotilish darajasini maksimal darajada kamaytirish. Qanday qilib deysizmi? Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.